Tankerlar Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishni boshladi. Oq uy qoshidagi Milliy iqtisodiy kengash rahbari Larijonining boshi uchun $10 million mukofot belgilangan edi. Biz esa buni tekinga amalga oshirdik. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Sarning boshqa bayonotlari. Biz hali ham Mujtabo Xomanayni ko'rmadik. Bu Eron rejimi uchun yomon holat boshlanganini anglatadi. Rejimni faqat Eron xalqi ag'darishi mumkin, ammo tashqi yordamsiz eronliklar o'zlarini ozod qila olmaydi. Livan hukumati Hizbullohni to'xtatish uchun hech narsa qilmayapti. Shuning uchun Isroil zarur choralarni ko'ryapti, dedi Gideon Sar. Isroil bosh vaziri idorasi Benyamin Netanyahu Eronning yuqori martabali amaldorlarini o'ldirishga buyruq berayotgani aks etgan rasmni e'lon qildi. Eronning yangi oliy rahbari AQSh bilan sulh tuzish taklifini rad etdi. Reuters agentlikning yuqori martabali eronlik rasmiylarga tayanib xabar berishicha, Tehron ikki vositachisi orqali Washington bilan sulh tuzish bo'yicha taklif olgan. Biroq yangi oliy rahbar Oyatulloh Mujtabo Xomanay buni rad etgan. Reuters manbalariga ko'ra, tashqi siyosat bo'yicha birinchi yig'ilishda Mujtabo Xomanayni AQSh va Isroildan qasos olish borasidagi pozitsiyasi juda qattiq va jiddiy bo'lgan. Xomanay AQSh va Isroil tiz cho'kmaguncha, mag'lubiyatni tan olmaguncha va Eronga tovon to'lamaguncha tinchlik kelishuvi bo'lmaydi deb aytgan. Eronlik rasmiylar Mujtabo Xomanayni ushbu yig'ilishda shaxsan qatnashgani yoki yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Hormuz bo'g'ozida kemalar qatnovi avvalgi holatiga qaytmaydi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Bakir G'olibovning qo'shimcha qilishicha, hozir Hormuz bo'g'ozi yopilgan va u yerda zaruriy xavfsizlik mavjud emas. Eron Milliy xavfsizlik Oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy Isroil zarbalari natijasida halok bo'ldi. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz Eronning Basij kuchli qo'mondoni G'ulom Rizo Sulaymoniy Isroil havo kuchlarining Tehronga zarbasi natijasida halok bo'ldi. Isroil mudofaa kuchlari Isroilning tungi havo hujumida Eron Milliy xavfsizlik Oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy nishonga olingani aytilmoqda. Eron Milliy xavfsizlik xizmati Oliy kengashi rahbari Oyatulloh Ali Xomanay vafotidan keyin mamlakatning amaldagi rahbari bo'lib qolgan edi. Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomanay AQSh Isroil aviazarbalari vaqtida tirik qolgan, chunki u hujumdan bir oz oldin uydan chiqib ketgan. The Telegraph Mujtabo Xomanay 28-fevral kuni otasi Ali Xomanay bilan Tehrondagi bir majmuada bo'lgan. AQSh Isroil zarbalari berilishidan sal oldin Mujtabo majmuadan chiqib ketgan. Mazkur hujum oqibatida Ali Xomanay halok bo'lgandi deb yozmoqda nashr. Agar siz Eron yadro quroliga ega bo'lishi kerak deb hisoblasangiz, demak sizda nimadir noto'g'ri, chunki ular buni albatta bizga qarshi ishlatadi, dedi Donald Trump. Agar biz Eronga zarba bermaganimizda yadro urushi yuzaga kelib, u 3-jahon urushiga aylanib ketgan bo'lardi. AQSh prezidenti Donald Trumpning boshqa bayonotlari. Bu urush uzoq davom etmaydi. U tugaganida biz ancha xavfsiz dunyoga ega bo'lamiz. Hormuz bo'g'ozi juda yaxshi joy, lekin hozir u yerda qayiqda suzishni istamasangiz kerak. Nima uchunligini bilasizmi? Ular tufayli emas, biz tufayli. Biz Hormuz bo'g'oziga minalar o'rnatilganmi yoki yo'qmi bilmaymiz, lekin bu haqida o'ylashning o'zi milliardlab dollarlik kema egalarini qo'rqitadi. Men urush bo'lishini barchadan ko'ra kamroq xohlayman, dedi Donald Trump.